Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Saidov. Bugun bitta katta mavzu haqida gaplashamiz. Biz bu mavzularni boshqa videolarimizda ham yoritishga harakat qilganmiz. Yana bir bor bu narsaga e'tibor berishlaringizni xohlagan bo'lardim. Sababi oxirgi paytlar praktikada o'sha og'ir holatlar juda ko'p uchrayotganligi uchun bu turtki bo'lyapti bu videoni yana olib chiqishga. Nima haqida gap ketadi? O'rtoqlar, hozir bo'yin grijasi haqida gapiramiz. Ya'ni bo'yinni tanadagi bosh miya va tanani bog'lab turuvchi ko'prik va bu ko'prik nima uchun opasni hisoblanadi va bu yerda bo'yinda kechadigan jarayonlar nima uchun belga yoki tizza kasalliklari, endi bizning yo'nalishimiz bo'yicha ularga qaraganda ko'proq asorat olib keladi va shuning uchun nima uchun bu kasallar og'ir holatlarga tushib qoladi, shular haqida gapirib o'tamiz. Bo'yin haqida gapirganimizda juda ko'p roliklarimizda eslatishga harakat qilamiz. Bu kitoblarda ham keltirilgan shunaqa. Bo'yin bu bosh miya bilan tanani bog'lab turuvchi ko'prik hisoblanadi. Ya'ni bu ko'prik nima uchun ko'prik? Tasavvur qiling, bosh miya bizni tanamizni boshqaradigan bo'lsa, qo'pol qilib jaydari tilda tushuntiradigan bo'lsak, butun tanani boshqaruvi, ichki a'zolarda ishlashi, bular hammasi bosh miya orqali boshqariladigan bo'lsa va bu boshqaruvlar bo'yin orqali, mana shu bo'yinda o'tadigan kanallar orqali bir-biriga yetkaziladi. Ya'ni tana o'zidagi muammoni miyaga beradi, miya uni analiz qilib, tahlil qilib tanaga jo'natadi. Shuning uchun ham bu ko'prikda bo'ladigan muammolar bir nechta hayot uchun xavfli bo'lgan asoratlarga olib keladi. Shularda ichidan birinchi bo'yinni ozgina tushunchasini bir fikr qilib olishlaringiz uchun mana yuqorida biz harakat qilamiz video roliklarimizda ko'rsatishga. Bo'yinda birinchi o'rinda bir nechta qon tomir o'tadi. Oldindan ikkita qon tomir va orqadan umurtqa kanalini ichidan ikki yonidan yana ikkita qon tomir orqa tomonni qon bilan ta'minlash uchun. Bu umurtqa arteriyasi deyiladi. Oldindan o'tadigan arteriyalar bu uyqu arteriyasi, ya'ni sonna arteriya, ichki va tashqi uyqu arteriyasiga bo'linadi. Bu arteriyalar sizni miyangizni faoliyatini normal holatda, ya'ni uni oziqlantirib, sizni tanangizga beriladigan o'sha jarayonlarni kami ko'zsiz bajarilishi uchun yetarlicha qonni miyaga haydaydi va yetarlicha oziqlantirib miyani, o'sha qonni adxotini vena qon tomirlari orqali tanaga, ya'ni yurakka olib ketadi. Bu qon tomirlari haqida va bunga tegishli bo'lgan kasalliklar haqida hozir to'xtalib o'tamiz. Undan tashqari bu qon tomirga bog'liq kasalliklar bir xavfli hisoblansa, ikkinchi tomondan bo'yindan bosh miya davom etib orqa miyaga aylanib, bo'yinni ichidan orqa miya butun umurtqangiz bo'ylab umurtqani ichidan orqa miya o'tib ketadi. Ya'ni bosh miya, orqa miya butun umurtqa tanadan o'tib ketadi. Va shuni eng katta qismi, eng diametri katta bo'lgan joy bu bo'yin umurtqalari kanaliga to'g'ri keladi. Ya'ni orqa miyani eng qalin joyi o'sha yerdan o'tib ketadi, bo'yindan. Va biz o'sha orqa miyaga ozgina ta'sir qiladigan holat bo'lsa, agar bu bel sohasida bo'lsa, bel sohasida o'zi orqa miya bo'lmaydi, orqa miyani qoldiq konskiy xvost deydi. Qoldiq nayday iplar qoladi. Ya'ni konskiy ot dumiga o'xshaydigan nerv tolalari qoladi va o'sha tolalar oyoqlarga ketadi. Bo'yinda esa to'liq miyani o'zi o'tadi va u miyani o'zini pardasi bo'ladi, miyani o'zini o'rab turadigan struktura, himoyalangan struktura va bu orqa miya kanalidan, o'sha suyakni ichidan o'tib ketadi. Shuning uchun sizni umurtqangizda, diskingizda grija bo'ladimi, protruziya holati bo'ladimi, yo bo'lmasa o'sha fasetkalar deymiz, umurtqada bo'g'imchalarda yallig'lanish, artritlar, spondilar artroz holatlari bo'ladimi? Bular hammasi orqa miya devoriga yaqin joylashganligi uchun yallig'lanish berib yuboradi. Ya'ni bu yallig'lanish orqa miya pardasiga ta'sir qilsa, bu miyelopatiya kasalligi bo'ladi. Buni albatta juda katta mavzu, buni internetdan topib, o'qib miyelopatiya kasalligi nima ekanligini bilib olasizlar. Biz hozir ozmuncha urg'u berib ketamiz. Endi bu orqa miyaga ta'sir qiladigan holat qon tomirdan tashqari. Endi agar bo'yinda grija bo'ladigan bo'lsa va bu grija oqib
sizni qanaqadir bo'yindan qo'lga ketadigan nervlarga qisib qolib stenoz beradigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha nervni koreshogini yallig'lanishiga olib keladi. Ya'ni nerv ildizi grijani o'zi bo'yinda joylashadi va o'sha ildiz yallig'lanadi. Yallig'langandan keyin qo'lga birinchida kimgadir kuchli og'riqlar bilan barmoqlarni uchigacha beriladi. Qaysi segmentdan chiqishiga qarab ko'rsatkich barmoq yoki chinaqay barmoq boshqa barmoqlarga uni segmenti, ya'ni qaysi segmentdan grija chiqqanligiga bog'liq va qaysi nervni koreshogini, ya'ni ildizini ta'sir qilganligiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi holatda bu yallig'lanish o'z-o'zidan og'riqlar o'tib ketadi, bemor u narsani bilmaydi va to'satdan bir necha vaqt o'tgandan keyin to'g'ridan to'g'ri qo'l o'z-o'zidan ishlamay qoladi. Ya'ni paralij holatlari paydo bo'ladi. Bu ko'pincha bitta holatda bo'ladi. Ya'ni bir tomonlama bo'ladi. Buni diagnostika qilganda bemorlarimizda shunaqa adashmovchiliklar bo'lyapti. Даже bo'yin grijasidan miyelopatiya yo'lmasa ildizini yallig'lanishi, o'sha qo'l nervlarini yallig'lanish holati bo'lgan bemorlarda adashmovchilik bilan insult diagnostikasini qo'yib, insultga qarshi lecheniya qilgan paytda, insultni davolayman deb o'sha vaqtni sarflagan paytda o'sha nervni o'sha atrofiya holati, ya'ni nervni o'lgan holati va bir qo'l bir umrga paralij bo'lib qolgan holatlari bo'ladi praktikada. Shuning uchun oyoqda yoki beldagi grijalarda bunaqa holatlar bo'lmaydi. Bu grijani asorati sifatida, ya'ni grija foraminalniy bo'shliqqa ta'sir qilib ildizni yallig'lantirib qo'yadi va o'z vaqtida davolanmasa bu bitta asorat, ya'ni qo'lni paralizovanniy holatiga olib kelib qo'yadi. Ikkinchi holati, grija agar to'g'ri davolanmasa, bo'yindagi grija to'g'ri davolanmasa, bu uzoq vaqt davomida yallig'lanib yursa, qanaqadir simptomlar bo'yinda belgi bermasdan turib, organizmga belgi bermasdan turib uzoq vaqt yursa, to'g'ridan to'g'ri miyelopatiya kasalligini olib keladi. Endi miyelopatiya haqida ozgina bitta tushuncha beray. Miyelopatiya orqa miyaga proses ta'sir qildi. Hozir biz grijani bitta nervga ta'sir qilganda qo'lda nervini ishlab qolmasligini aytdik. Endi bu butun orqa miyaga ta'sir qildi deylik. Orqa miyani o'sha segmentida, ya'ni bo'yinda o'sha chiqqan, grija chiqqan segmentdan pastki tomonida bo'ladigan muammolarga olib keladi. Miyelopatiyaning asosiy belgilaridan bittasi bu butun orqa miyani yallig'lanishi va shu yerda bo'ladigan prosesni buzilishi natijasida tanada o'z-o'zidan ikkita qo'lda jonsizlanish, bemor jonsizlanish sezadi. Oyoqda yurishda jonsizlanish, ya'ni paxotga o'zgarishni boshlaydi. Bemor o'zini muvozanatini yaxshi saqlay olmaydi. Bir narsani ushlay olmaydi, qo'lidan piyola tushib ketadi, choynak tushib ketadi. Ana shunaqa nimjonlik belgilari bilan bildiradi. Va bu holat bo'yin grijasini nima uchun beldikidan yoki tizza yemirilishidan xavfli ekanligi, ko'pincha bu holatlar kuchli og'riqlar bilan boshlanmaydi. Va bemorlar buni bilmasdan turib, sal-pal og'riqlarga e'tibor bermasdan turib, mana shunaqa yomon asoratlarga duchor bo'lyapti. Men praktikamga oxirgi 3 oy, 4 oyda ichida 3-4 ta bunaqa og'ir miyelopatiya bilan kelgan kasallarni qabul qilishga to'g'ri keldi. Afsuski men uni grijalarini davolayapman, lekin shu bilan birgalikda o'sha miyelopatiyani davolash kerak. Ya'ni grija u yerda turibdi. Grija o'zi qiladigan ishni qilib bo'lgan. Ya'ni miyelopatiya berib bo'lgan. Endi bu miyelopatiyani bemor, hurmatli bemorlar, mana praktikadagi misolda aytyapman. Yillar davomida endi tiklanadi. Insult qanday qiyinchilik bilan tiklansa, bunaqa bemorlar ham yillar davomida lecheniya olib, reabilitatsiya olib, o'sha nervlarni, o'sha orqa miyani holatini o'z holatiga olib kelgunicha bo'lgan davrda постоянно lecheniya. Mana sizda bo'ladigan bo'yin grijasini eng xavfli tomonlaridan bittasi. Bu grijaga bog'liq bitta yo'nalish. Endi bo'yindagi yemirilishlarni qo'yavermaysiz. Agar o yemirilishlar bir umrga agar tiklanmaydigan darajadagi spondilar artrozlarni berib yuborsa, bu artrozlar o'sha bo'yinni harakatini cheklab qo'yadi va bo'yin umrini oxirigacha ma'lum bir darajada qotgan holatda ma'lum bir segmentlar ishlab, qolganlari ishlamaydigan holatlarga tushib qoladi. Bu bo'yindagi umurtqa
bo'g'imlarini yemirilishi, ya'ni spondilar artrozlar bo'lgan holat. Endi qon tomirni aytdik, nervni aytdik, grijani holatini aytdik. Yana bitta xavfli tomoni bo'yin ko'prik vazifasini bajarganligi uchun o'sha bo'yinda bo'ladigan har bitta holat, har bitta spazm, har bitta strukturani o'zgarishi sizni bosh miyangizga bo'ladigan qon aylanishingizga ta'sir qiladigan darajadagi o'zgarishlarni olib keladi. To'g'ri, bu birdaniga bo'lmasligi mumkin. Bu oylar davomida juda ham asta-astalik bilan rivojlanadi va qaytmas jarayonlarga olib keladi. Xuddi shunday bo'yindagi spazmlar, bo'yindagi o'sha qon tomirlarida siqilishi natijasida to'satdan kechalari yuz beradigan ishemический insultlarda bu narsaga misol keltirishimiz mumkin. Ishemический insultlarda asosiy sabablardan bittasi bu bo'yindagi o'sha struktural qon tomirlarining qisilishi va o'sha qon tomirlarda qon erkin oqmaganligini hisobidan bo'yin qon tomirlarida ateroskleroz degan kasallik, ya'ni bo'yin qon tomirlarida qurum paydo bo'lishi, yo'lmasa yog' bilashka deymiz, bu fan tilida to'siqlar paydo bo'lishi va bu to'siqlar miyani qon bilan ta'minlanishiga yillar davomida sizni o'sha mikroinsult, insult holatlariga olib kelishi bo'ladi. Shuning uchun bu masalani bitta tomoni. Ikkinchi masalan yana bitta tomoni, bo'yindagi qon tomirda bo'lgan o'zgarishlar 100% sizni arterial davleniyangizni, ya'ni qon bosimingizni oshishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bo'yni kasal insonlar 1000 marta qon bosimini ukol dorilar bilan davolagan bilan yanada o'sha qon bosim yana qaytib chiqaveradi. Paka siz bo'yinni holatini normal holatga keltirmaykansiz, bo'yinni o'sha spazmlarini yo'qotib, qonni erkin miyaga harakatini ta'minlamasangiz, bu narsa hech qachon siz bunaqa qon bosim, bunaqa davleniyadan hech qachon qutulish degan narsa bo'lmaydi. Pachka dori ichganingiz bilan bunaqa narsalar bo'lmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, bo'yin tanadagi ko'prik degan mavzuga yana bir marta urg'u berdik. Mana olib keladigan og'ir bir nechta kasalliklarni misol keltirdik. Bu narsalar o'yin narsa emas. Shuning uchun mana tizzangiz og'risa, yura olmasangiz vrachga birdaniga chopasiz. Belingiz og'risa, qiyshayib qolsangiz birdan chopasiz. Shuning uchun bo'yningiz og'risa ham vrachga albatta boring. Bu bo'yinda nima bo'layapti, nima uchun organizm sizga signal beryapti, nima uchun bo'yningizda diskomfortlar sezyapsiz. Mana bu holatlarda albatta tagiga yetishga harakat qiling. Ertaga kech bo'lib qolgan holatda o'zi yuqorida aytilgan insult holati, mikroinsult, yo'lmasa davolab bo'lmaydigan davleniya holati va bo'yinda fasetkalarini, bo'g'imlarini yemirilish holatlari, miyelopatiya kasalliklari, afsuski bunaqa kasalliklar juda ham uzoq davolanadi. Bemorda agar umridan bersa, peshonasiga yozilgan bo'lsa, asoratsiz davolanadi. Agar peshonaga bitilgan bo'lsa, bir umrga invalidность asorat holatlariga olib keladi. O'rtoqlar, bo'yin haqidagi, ko'prik haqidagi mavzumiz nihoyasiga yetdi. Kimda kim bunaqa holatlarda agar diagnostika qilmoqchi bo'lsa, bu yerda vrachlar kim bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda nevropatologga boring, ikkinchi o'rinda o'sha nevropatolog tavsiya bergan analizlardan o'ting, MRT snimka qiling. Bo'yinda eng yaxshi holatini tekshiradigan usullardan bittasi bu grijalar uchun MRT qilinadi bo'yin sohasi. Qon tomirlarni ko'rish uchun UZI Doppler grafiya yo'lmasa UZI brachiocephalniy sosud deydi, ya'ni bo'yin va miya tomirlarini, shu atrofdagi struktura tomirlarini UZI datchik bilan, Doppler deydi, o'sha Doppler bilan tekshirish usullari bor. O'sha holatda qon tomirlaringizni holatingizni bilish mumkin. Mana bu holatlarda albatta diagnostika qilib, kerakli vaqtda kechiktirmasdan vrachga murojaat qilib, o'z tashxisingizni tasdiqlatib, shunga qarasha, yarasha adekvatni lecheniya qilishlaringizni tavsiya bergan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.